Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir Farhod Tursunning Arqa ko'cha nomli romanini davomlashtirib o'qiymiz. Men tuman ichida laylab cho'kib ketayotganimda, nemishqidir tumanning soyiga o'xshaydiganligini his qilardim. Qarang'uliq bo'lsa, soyining mukammal shakli bo'lgandek, tumanning mukammal shaklining yo'qab ketish ekanligini his qilmoqda edim. Odamning eng mukammal shakli yo'qab ketish. Men shu topda o'z tenning eng mukammal shakliga qarab ilgirlayotganligini his qilmoqda edim. Men bu shaharga kelib, ezib qilish vahimasi bilan ezib qilish tashnoliqining vujudimda g'alati holda birlashib ketganligini his qildim. Men 5 yil oliy maktabda o'qigan ashu jiroq va intayin kuchlik cho'ng shahardagi hamma narsa menga yod bo'lsa-mu, egiz binolar, keng yo'llar va eriq o'stanglar birli shaklda, birli o'lchamda selinganligi uchun bir-biridan farq etkili bo'lmasa-mu, menda zodila ezib qilish tuyg'usi paydo qilib boqmagan edi. Ashu shahardagi hamma odam bir odamdekla tuyuladi. Ular biriga shu qadar aralashib ketgan. Ularning chiroyi, ularning ovozi, ularning qarashlari xuddi Perixon ayolning chigishlashib ketgan chochlaridek bir-biriga mahkam aralashgan. Uning ustiga bilan ayolnimi kiyimini soldirmag'icha bir-biridan farq qilg'ili bo'lmag'idek o'xshaydi. Erlarning yuzlarimi ayollarninki bilan o'xshashli soqolsiz, terilarning to'qilmalarimi o'xshashli inchika va sidam. Ular bir-birini qandoq farqlantirdigando deb hayron qolardim. Keyin his qilsam, menla emas, boshqalarga shundoq tuyuladi ekan. Ashu maktabda bilim oshirg'ili kelgan cho'ng yoshdagi kishilar yotadigan binoning maktab bo'yicha birdan-bir televizori bor koridoriga berib televizor ko'radi. Bilim oshirg'ili kelgan Uyg'ur kishilar televizorda biror televiziya teatri boshlanib, ta oxirigacha bir-biridan to'xtamay televizorda ko'rinayotgan kishining salla avval biror chekidan oshgan harakatni qilgan odam bilan bir odam yoki emasligi haqidagi talash tortish bilan bo'ladi. Ba'zilar ularning bu haqdagi tinimsiz talash tortishlardan bezori bo'lib, televizorni bizga tashlab berib chiqib ketadi. Dastlab dars boshlanganda hatto o'qituvchilarni bir-biridan farqlantira olmay yurdik. Keyincha bara-bara erlar bilan ayollarni ayirib oladigan bo'ldik. Oxirida o'qituvchilarni bir-biridan farqlantirdik. Lekin bu shahardagi boshqa kishilar biz uchun yanada o'xshash edi. Keyin meni texmo hayron qoldirgani shuki, u shahardagi kishilarmi bizni bir-birimizdan zodila farqlantira olmaydi ekan. Bir kun avval bir oshxonada mas bo'lib qilib jadal chiqarib, oshxonaning shira va deraza aynaklarini chiqib qechib ketgan bolalarni izlab kelgan bir necha soqchi bizni qator qilib turg'izib, oshxona egasini jadal qilganlarni tepishga buyurib edi. Oshxona xo'jayini har qancha qarabmi ularni topa olmadi. Bizning bir-birimizga naqadar o'xshaydiganligimizni, bizni farqlantirishning mumkin emasligini aytib, ig'ir tortib ketib qoldi. Shu tapda tuman bilan o'ralgan bu cho'ng shaharning qorong'u orqa ko'chalari o'zaro tutashgan do'qmishda qayoqqa mengishni bilolmay turardim. Tut ko'chaning hech qaysisining og'zida ko'cha ismi yoki bu yerning qayer ekanligini ko'rsatadigan biror belgi yo'q edi.
Mening balalik tasavvurimdagi shahar obrazining o'zgarishchanligining cheksizligi men cho'ng shaharni ko'rgandan keyin, ya'ni u konkret bir xil shakl bilan ko'z oldimda namoyon bo'lgandan keyin turaqlashgan va chakka ega bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uzoq mezgil tasavvurning cheksizligi paydo qilgan vahimidan hozirgacha qutulolmagan edi. Cho'ng shahar menda paydo qilgan sababsizli bir xil g'amkinlikning manbai dal mushu bo'lishi mumkin. Tütko'chi do'xmishida turgan mushu daqiqada sonlar menimda o'rkashlamoqda. Rayon nomeri, pochta nomeri, telefon nomeri, qora nomeri, bina nomeri, uy nomeri, yil oy kun, soat, minut, sekund, kimlik nomeri, kitoblarning bet nomeri, maxfiy nomerlar, odamga vakillik qiladigan maxfiy nomerlar, son vakillik qiladigan odamlar. Egiz pes, agri-bugri uylar bilan to'lgan bu ko'chada birarmi bino ko'rinmaydi. Lekin bu yerning kishiga beradigan shahar tuyg'usi ikki tarafi egiz binolar bilan to'lgan cho'ng ko'chalardanmi ig'ir va mustahkam edi. Bu yerdagi uylarning son bilan bo'lgan munosabati texmi sirliq va mistik edi. Men oliy maktabda matematika kasbida o'qigan edim. Darsdan chiqibla davomli kutubxonaga kirib olatdim. Mening songa bo'lgan normalsiz qiziqishimni matematika darsi qondirib bo'lolmaganligi uchun yana kutubxonada sonlarga oid kitoblarni to'xtamay ko'rardim. Vujudim xuddi so'zlardek erib, sonlarning ichida iqayotgandek bilinadi. Mening ashu jiroq va so'g'oq shahardagi hayotim yotoq, sinf, o'quvchilar oshxonasi va kutubxonadan iborat to'rt burchak ichida mavjud edi. Yotoqdagi boshqa savodoshlarim ko'p kitob ko'rgan odam sarong bo'lib qoladi deb qo'rqib, kutubxonaga bormay tor va maynat yotoq ichida oyoq va paypoqlardan chiqqan puroqlar ishki a'zolarga liq to'lgan holda bir-biriga g'azab va o'shmanlik bilan qarashqinicha o'ltiradi. Ularga qaraganda mening kiradigan yerimdan biri ortiq edi. Kutubxonadan menam song'illiq to'lgan. Sonlar ichida xudimni yo'qotgan holda yotoqqa qaytib kirganimda ularning tishlari va bo'yinlaridan chiqqan ovozini anglagandek bo'latdim. Mening boradigan yerimning birsining ortiq bo'lishi go'yo ularga tava bo'lgan biror narsani tortib elishdek, ularning haqoratlik so'zlari meni kutib turadi. Ular ashu kamtiklikni to'ldirish uchun bo'lsa kerak, yakshanba kunisi avtobus toza qisqa-qisdan bo'ladigan chog'larda oldiga kelganla avtobusga chiqib, terisi o'xshamaydigan, tenidan yot puroq kelib turadigan ayollarning keyniga ching chaplashadi. Ondan yotoqqa qaytib kelib, o'zlarining ayollarga qandoq chaplashganligini, u ayollarda qandoq inkoslarni sezganligini, o'zlarining yana jinsiy a'zosini chiqarib olganligini hikoya qilishadi. Men ashu shaharga berishdan avval u yer haqida vakil xarakterlik qurilishlarning va ashu yerda yashaydigan kishilarning bir necha siziqla aylanib qolgan rasmlaridan boshqani bilmaydim. Lekin u yerga borgandan keyin u shahar haqida mening biladiganlarim u yerdan necha ming kilometr yiroqlikda turgan chog'dagidanmi oziyib, u shahar mendan texmi jiroqlashib ketgandek tuyulgan edi. Qop-quruq g'uvuldab turgan sinfda muallim son o'zgarishining sifat o'zgarishini keltirib chiqaradiganligini aytganida, menda ixtiyorsiz bu yerdagi son ruhni, sifat tanni ko'rsatadi degandek tasavvurlar paydo bo'ladi.
San o'zgarishi sifat o'zgarishini keltirib chiqaradi degan gap menga ruhdagi o'zgarish tandagi o'zgarishni keltirib chiqaradi degandan bishorat beradi. Shahvoniy xiyolning tanda paydo qiladigan o'zgarishi buning isboti edi. Shuning bilan texmo ilgirlagan holda qalbi razil xiyollar bilan to'lgan odamning chiroyining bora-bora satlashib, putlarining agmash bo'lib ketishini tasavvur qilardim. Men yana menamga kirib olgan haddi hisobsiz sonlar chiroyimni nurlantirayotgandek his qilardim. Saboqdoshlarim mening chiroyimning satligini doim tilga elib tursimu, yanala o'zimning go'zallashib ketayotganligimni his qilmay qolmaydim. Menamga sonlar liq to'lgan holda kutubxonadan chiqqanimda o'zimni dunyodagi har qanday odamdan chiroyli his qilardim. Ishxonada tortmani ichib qo'yib, chopinimning peshi bilan boshqalardan daldi qilgan holda nomahramni qo'g'digandek qo'g'dab, eshik oldidan olgan qog'ozdagi sonlarga bir-birlab qarab, u sonlarning nimalarni bildirganligini faraz qilayotganimda, o'zimdagi sonlarga bo'lgan mabdullikdan ham qo'rqatdim, ham hayajonlanatdim. Qog'ozning har bir qurig'a bir necha xonalik son yozilgan edi. Birinchi qurdagisi menga munosabatlik sonlar edi. Ikkinchi qurg'a yozilgani bo'lsa 5 xonalik son ekan. Bu chuqum bir yerning telefon nomeri deb o'yladim men. Biroq telefon qilsam undaq nomeri yo'q deb chiqdi. Lekin ashu mavjud bo'lmagan telefon nomeri meni ko'yi qopdak o'z qo'yniga so'mirmoqda edi. Qog'ozdagi sonni to'g'ri uralmagan bo'lsam kerak deb o'ylab qayta urib baqdim. Yanala undaq nomer yo'q deb chiqdi. Arqadanla u sonlarni o'ngdan so'lga urib baqdim. Bu qitim sonning yerimini cho'rib bo'lmay turibla telefondan xatolik askartishi anglandi. Lekin nimishqidir ashu undaq nomer yo'q degan askartishga mabtun bo'lib qolgandek barmoqlarimni telefonning ashu sonlar bor to'shiklariga selib burashdan to'xtatqim kelmadi. Albatta, uni har qancha cho'rsammi natija o'zgarib qolmaydigandek qiladi. Balkim bu nomer telefon nomeri emas, boshqa bir nomer bo'lsa kerak deb o'yladim men. Men nimaligini bilmagan siri ashu sonlarning menga bergan bishoratlari eshib bormoqda edi. Balkim ko'cha avtobuslarining nomeridir. Darvaqa boshdagi 2 son ishxona binosining oldidagi yo'lda to'xtab o'tadigan bir ko'cha avtobusining yo'l nomeri edi. Men orqadagi 3 sonning zodi qayerdagi ko'cha avtobusining yo'l nomeri ekanligini aniqlamoqchi bo'lib, ish qirlariga kirib o'rnashgan. Tosh qirlarining rengi ufragan telefonning yenidagi tamg'a yip bilan esib qo'yilgan. Bütün shaharning telefon nomeri xotirlangan kitobni oldimga elib kelib, uning bosh tarafiga qistirilgan shaharning qatnash xaritasidan ko'cha avtobuslarining nomeri va liniyalarini izlashga boshladim. Zo'rlanish xarakterlik asli tutish sababidan har qanday sonni ko'rsam esimga mahkam saqlab olmoqcha u joydan ketolmaydim. Balkim bu kichik vaqtimda dadamning boshqa hamma fanni keraksiz deb qarab, meni hisob darsini o'rganishga zo'rlab, doim faqat sonlarni hisoblashga solganligidan bo'lsa kerak. Men dadamning sonlarga nima uchun bu qadar mabdulligini ta hozirgacha tushunmayman. Uningda sonlarni kuzatish va ular o'tirsidagi cheksiz sirliq munosabatlarni tadqiq qilish orqali koinotning manbasi bo'lgan ilohiy kuchning sirini tepish xohishining borligiga ishonmayman. Lekin dadamdagi songa bo'lgan favqulodda cho'qinish intayin ro'shan edi. Bir qitim sho'xlayib
Ağırıp qalğandan keyin şoxlаны ko'rsamla aşqazınım dolqunlap ketgəndək, sanını görsəmmi aşqazınım örkeşləp, teriq zağırsının içiğan puraqı ağzımğa etilib çıqıb, yəni burnumdan nəfəs yollarımğa kirib ketədi. Onundanmı güclügürək bir tuyğu aşı tuyğunu besib ketməgicə sallarga qarayalmaydı. Aşı tuyğunu besib ketələydiğən fəqət vəhimə və qorqunuş tuyğusu var idi. Keyin zadı qaçanlarda zadı qandaq bolup, o tuyğunun gayib bolupla qalmasdın bütünləy tətirgə örülüb ketkinini bilməyəm. Mən tuyuqsuzla qattiq bir vəhimenin vücudumğa besib kirib, onu səgəkləşdirişini kütməsdinla sallarga yüzünü ələydiğən bolup qalğanlığımını sezib yetdim. Dadamның ғəzəblik çırayı aman көз aldımda bolğanlığı üçün bu vəhimə bolmusumu sallarga kirişib ketələydiğanlığımını bilməyən ikənmi. Mening sandan səskinişim keyinki ömrümdeki sanığı bolğan adətdən taşqırı berilişke özgərgəndə, yana məndeki vəhiməge bolğan tuyğumu bütünləy özgərgən idi. Vəhiməge könük bədənim mən aşu yesidən ayrılğandan keyinla vəhiməge bəhmü səs görüb bolup özgərgən idi. San kainatның mahiyeti bolupla qalmay, yana meningmi mahiyetimdek qılatdı. Tötkoçu doqmışıda tursam, qayaqdındır bir yerdən işikning taraqlab, içilib, yepilgan avazı anlandı. Mən avazның qayaqdan çıqqanlığını pərqləndirəlməy, uyaq bu yaqqa qarab tursam, pakar və doğulaq bir adamның gavdisi tuman içide xuddi su üstüge leyləb çıxıb qalğan ölük beliqdək lömmede çıxıb qaldı. O uzun sozub eytiladigan xalq naqşisidan birini boş avazda, lekin aldırışlıq bilen tez-tez qilib g'ingshib tugitib etibla jim bo'ldi. Onun naqshini asli ahanga bo'yicha sozub etmag'anligiga qarab, u basmoqchi bo'lgan musofining nihoyatda qisqa ekanligini belgilab bo'ladi. O mening yenimga kelishiga men uningdan o'zim izlayotgan ko'cha va qo'raning qayerda ekanligini so'ramoqchi bo'ldim. Lekin og'zimni ochib, emdala o ko'chaning ismining bosh tarafidagi bo'g'imini og'zimdan chiqarishimg'ila, u xuddi badaniga o'tkir pichoq sanchilgandek birdilla silkinib, andikkan holda qatqinicha menga qadilibla qarab qoldi. Qo'rinish ichida gapni oralla boshlag'ashqa va uning bu xil qarashi meni cho'chitib atkashga gapimni davomlashtira olmay men turib qoldim. Biz har ikkimiz qo'yuq tuman ichida va qorong'ulikda turgan bo'lsaqmi, uning andikkan holda menga qarabla qelishi daqiqa ichidagi ahvol bo'lsinmi, lekin o ablaqning yopiloq yuzini, mushuk yopiloqninkidek ko'zini va uning chiroyidagi ilgari men odamlarda zodili uchirtib baxmagan g'alati ifodani xuddi oldimda bir necha soat qimir qilmasdan divaylab turgandakla nihoyat aniq ko'rdim. Arqadallah o yugurgandek tezlikda mengib yon tarafdagi bir qo'rg'oqqa kirib g'oyib bo'ldi. Men bo'lsam, dong qatqinimcha o'rnimda qimirlamay turib qolgan edim. Men o ablaqning cho'chib ketishidagi sababni zodila tushunolmadim. Mening chiroyim uni qo'rqitib etdimikin desam, ko'zlarimdan zodila yo'qolmaydigan iztirob va huduqish ifodasini hisobga olmaganda, bek qamlashgan erlardan bo'lmasammi, har holda chiroyim har qanday odamdan yiqimliq tuyg'u paydo qila olaydi. Chiroyimning o'g'irga yoki biror vahshiy qotilga o'xshamaydiganligini bilaman. Uning ustiga men uningga nihoyat tortinib turib adablik muomala qilgan edim. Unimi
Manga o'xshash tamtirab yurgan bir musofirmikin desam, u mushu ko'chada turadigandek qiladi. Bo'lmasa, u bir uydan chiqib, udulla yana bir uyga kirib, bundoq kirib chiqib yurolmaydi. Men u kirib ketib, g'oyib bo'lgan tarafga birdam qarab turdim. Keyin nemishqidir u yerdan bir top odamni boshlab chiqib, meni nemishqa yo'l so'raysan deb oraga elib urdigandekla tuyulib ketdi. Shuning bilan darhol uduldagi ko'chaga udulla kirib ketaverdim. Tuman bu ko'chadami boshqa yerdagilar bilan o'xshashli edi. Bu shaharning orqa ko'chasi tuman qo'ynida xuddi qattiq tayoq yeb sakratga tushib qolgan tandagi sezgilardek g'uvolashmoqda edi. Tuman bo'lsa xuddi behushliqda uning hamma yerini o'z ilkiga olmoqda edi. Men bo'lsam, ashu tandagi oxirgi bir hayot hujayradek asta ketayotardim. Men bu shaharning shu tab asta qandoq muzlab, uning tenidagi oxirgi haroratning qandoq qilib asta o'tishini boshdan kechirmoqda edi. Men bu ayollarga xos nozik tenning eng oxirgi sus titrashlarini his qilishga tirishatdim, lekin his qila olmaydim. Uning eng oxirgi bir tiniqi bilan billa laylab uchib bu qorong'u orqa ko'chadan chiqib ketishni istaydi. Biroq mag'lublarga xos bo'lgan bir xil jasorat, tushkunlarga xos bo'lgan bir xil botirlik meni chiqish eg'izi tarafga emas, balki qorong'ulik va tumanning markaziga boshlayotgandek qiladi. Men bu shaharga kelgandan beri havo zodili ichilib boqmadi. Shunga kunning qaysi tarafdan chiqib, qaysi tarafga o'ltirdiganligini bilmayman. Menda taraf tuyg'usini paydo qiladigan birdan bir narsaga ashu ishxonadagi menga mushu shaharda birdan bir tava bo'lgan tortma. Mening barliq taalluqatim ashu tortmadi edi. Shunga shaharning qaysi yeriga boray, ashu tortma meni ko'rinmas bir yep bilan o'ziga tortib turadi. Men bir joyga bormoqchi bo'lsam, u joyning jiroq yaqinligini, mayli o'zim shu daqiqada qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, ashu ishxona va tortma bilan bo'lgan oraliqaga qarab o'lchaydim. ishxonamdagi hiliqi illiq chiroy kishi menga idorining meni butun bir shira bilan ta'minlayolmaydiganligini, bu shiraning boshqa tortma va javanlaridagi narsalarning pensiyaga chiqib ketgili 11 yil bo'lgan bir kishining ekanligini, shu kishining hozirgacha uning ichidagi narsalarini elib ketmagashga uni menga bekorlab berish imkoniyati yo'qligini aytdi. U hamma gapni odam hayron qolgudek illiq tabassum bilan qiladi. Uning illiq tabassumini ko'rgan odam uni bu jahonda yoqtirmaydigan odamlar bo'lmasa kerak deb o'ylab qoladi. Bo'libmi bu cho'ng shahardagi ayollar. Odam qanday qilganda uningdek xush tabassum bo'la oladigandir. Ba'zida shunday o'ylab ketatdim. Keyin bu idoradagi kishilarning birisiningmi uni yoqtirmaydiganligini sezib hayron qoldim. Lekin nemishqa yoqtirmaydiganligini bilolmadim. Balkim uning yuz terilarining moylab qo'ygandek oppoq parqirab turishi kishilarni bezor qilsa kerak. Ondan uning usulchlariga xos inchika va uzun gavdasi, o'lchab dassavatgandek siliq ham ritmliq minishimi meningcha kishilarni bezor qilmay qolmaydi. Men ashu menga bir tortmasala taqsim qilingan shirani ishxonamda odam yo'q chog'da intayin mamnunlik va mehr muhabbat bilan xuddi tunji qitim bir yalang'och ayolning tenini ko'zatgandek to'ymaslik bilan nihoyatda inchika ko'zitib qarab ketadi.
Xuddi uning derazining pardalari yoki eshikning yo'chqidan marlanayotgan ayaldek menga tava emasligini, men uning hech yeridan huzurlanolmaydiganligimni, faqatla uni ko'rishdan boshqa ishni qila olmaydiganligimni bilsammi, lekin shuningdan rozi edim. Doim ashu Shiraga uzoqdan uzoq qarab turib ketishlarimni birarsining boyqab qilishidan ansirgandek, ishxondagilar ishdan tushib ketganda eshiklarni ching taqib elib, ondan uningga qaraydim. Shirani inchika kuzatib, boshqa tortma va jovanlarning inchika yo'chuqlaridan qarab, ichida nimalarning borligini ko'rib baxmoqchi bo'lardim. Biroq yo'chuq bek kichik, tortmalarning ichi qorong'u bo'lg'achqa nimalarning borligini aniq ko'rgili bo'lmaydi. Faqat yo'chuqqa yaqin yerdagi biror ikki varaq qog'ozning tashlab qo'yilganligini ilg'a qilg'ili bo'ladi. Men bir necha qitim Shirani o'rnidan qo'zg'atib ko'rib baqdim. Shira yangilla bo'lib, uning ichida vaqt o'tgan qog'oz parchalaridan boshqa narsalarning yo'qligini, hatto hech narsaning mavjud emasligini faraz qilg'ili bo'ladi. Anglashimcha, ilgari ashu Shirada o'ltirib, keyin pensiyaga chiqib ketgan kishidan Shirani bekorlab berishni udulimda o'ltirdigan heliqi xush chiroy 10 necha yildan beri to'xtamay talab qilib kelib etibdimish, lekin u unamay etibdi. Men u odamni ko'rib baxmadim, lekin mening tasavvurimda u nima uchundir ig'ir kasal bo'lib yotgan, terilari bo'shib, purlashgan, belaklari va bo'yinlarida xuddi belakning qasriqidek yumaloq qora dog'lar to'lib ketgan holda shakllanadi. Uning ashu Shira bilan aloqasi uzilsila, eng oxirgi nafsi uziladigandek. Ashu Shira uni jamiyat, odamlar va hayot bilan bog'lab turgan birdan-bir yip bo'lg'ashqa, u 10 necha yildan beri uningga oxirgi barliq kuchini ishqa silib, esilib turgandir balkim. Men shularni o'ylab, u Shirani to'liq igilib olg'imni kelmadi. U ashu Shira orqaliqla o'z salohiyatini kapolatga ega qila oladi. Mushu jahonda faqat binoning taskay tarafiga joylashgan ashu ishxonadagi Shirada uning qulublarining mavjudligiga, uning dal mushu yili kuzdimi bu zaminda yashayotganligini, uning mushu shaharga tava idoraning xizmatchisi ekanligini isbotlaydi. Ashu Shiradan ayrilsa, u hech narsa emas bo'lib qoladi. U o'zining qandoq odam ekanligini, hatto o'zining ismining nimaligini va qancha yoshga kirganligini his qila olmaydi. U faqat ma'lum bir uyning bulung'idagi ma'lum bir karavat ustiga vaqtliq tashlab qo'yilgan modda yoki bir necha kundan keyin sirtqa olib chiqib tashlab etiladigan bir axlat yoki buzilib qolgan, hech bo'lmaganda buzilib qilayotgan go'shtdan boshqa narsa emas. Men tuman ichida ketib etib, o'zimni ashu bovayga o'xshatib qolgandek, tashlab etilish oldida turgan axlatdek yoki sufti o'zgarib qilayotgan go'shtdek his qildim. Tuman mening tenimga singib kirib, shu topda meni nihoyat tezlikda qiritmoqda. Men terlarimning bo'shishlarini, ustixonlarimning churuklashishlarini, ko'z nurimning g'uvolishlarini bargan sari his qilmoqdim. Bu xil tuyg'udan qutulish uchun men bar kuchim bilan heliqi ishxonadagi menga tava tortmani aslashga tirishdim. Ashu ishxona va tortmaning qaysi tarafda ekanligini bilishga tirishdim. Lekin mening ko'z oldimda oldi bilan paydo bo'lgani tortma emas, yanala heliqi udulimda o'ltirdigan xushchiroy edi. Men uning tabassumiga bargan sari bardoshlik berolmas bo'lib ketyapti. Uning tabassumi odamni qattiq bearam qiladigan tabassum edi. U qaysi kuni yotadigan joy yo'q,
ishxonadagi o'rindiqda o'ltirib kechacha tunab chiqqanligimni bilib qolgan edi. Men boshqalarning bilib kelishidan ansirab chiroqni kashda yondirmagan edim. Uning uchunla emas, aslidami yondirg'im kelmaydi. U yerdagi chiroq nuridan qorong'ulikni bakrak yoqtiratdim. Chunki ishxonaga kun nuri tushmaydigan bo'lg'ashqa chiroq kunduzdimi to'liq bir kun yo'rtiqliq holatda turg'ashqa yeliq odamning qonsiz parqirab turadigan oppoq yuzlaridek chiroq nuri hamma narsani qonsirab ketgandek ko'rsatib meni bearam qiladi. Xushchiroy kishi meni tanqidlab bundan keyin ishxonada qo'nib qolmaslikqa qattiq ogohlantirdi va idoradan chiqarib etadiganligini aytib tahdid soldi. U kaygan seri uning chiroyidagi tabassum texmi kuchayatdi. Men buningga qarab hang-tang qoldim. Uning tabassumiga bardoshlik berolmay oxiri ishxonadan koridorga chiqib birdan turib oldim. Kechda ishdan tushib qayoqqa mengishni bilolmay ishxonam oldidagi koridorda birdan turib qolgan chig'imda xuddi siblis kesili bordek doim burnining ostidan yora o'ksimaydigan elaqi tozalik ishchisi hatto ashu koridorda bir necha minut turib olishimgami yo'l qo'ymay meni haydadi. Uning talaffuzi va ohangi elaqi xush chiroydinmi bakrak qat'iy va kuchli edi. Uning ovozidagi xo'jayinlik ruhi meni qattiq tushkunlashtiribdi. Men aslida uning menga bundoq buyruq tushirib kaqraydigan huquqining yo'qligini eskartib qo'yib, uning hayvisini yerga ursam tamamen bo'laveradi. Lekin uning so'zlarining qat'iyligi meni gangirtib qo'ydi. Uning ovozi meni hatto heliqi tortmoqi bo'lgan igidorchiligimning mavjudligigami ishonilmagudek ahvolga tushirib qo'ydi. Shuning bilan yo'ldan o'tgan chashqandek shumshayganimcha ishxona oldidagi koridordan qaytib chiqdim. Bu shaharning osmoni yulduzsiz edi. Havo nihoyat ochiq kunlardami kashda yulduzlarni ko'rgili bo'lmaydi. Mening nazarimda yulduzlarni kuzatib, uningdan ma'lum bishoratlarni, hatto eng bo'lmaganda taraflarni his qilg'uvchilarmi tasavvur kuchi nihoyat kuchli kishilar edi. Men bo'lsam tasavvurim ojizli bir odam. Ba'zida tasavvurimning birdinla qanotlanib ketishi meni sarosimiga selib qo'ydi. Men menanning xuddi koinot yoritilishidan avvalgi dug' holatga o'xshash xira-shira turaverishini xohlaydim. Xuddi mushu tumanliq shaharga o'xshash xunuk holatda menga orom beg'ishlaydi. Tasavvurimning tuyuqsiz kuchayib, menamning birdinla parlab ketishidan ansiraydim. Bundoq parlab ketish xuddi qorong'ulikda hech narsani ilg'a qilolmay qelish bilan o'xshashla qo'rqinchli edi. Lekin dog'lanib turgan holatmi mangulik oromchilikning bishorati emas. Chunki u hamma narsaga homildor edi. Bir xil dahshatli yoritilishning boshlanishi edi. Ashu dug' holatdan yoritilishgacha bo'lgan oraliqqa jimjitlik, bir xil ta'xirsiz va shiddatli tinchlik edi. Bu shaharning tuman ichida dog'lanib turgan holati, menandagi ahli kuchning dog'lanib turgan holati va mening zamin ustidagi salohiyatimning dog'lanib turgan holati bir-biriga tamoman o'xshash bo'lib, goh bir-birining aksidak, goh bir-birining o'zaro singib kirishidek tuyuladi. Hammasidan kishining qattiq ichini siqib buruqdim qiladigan yoki tunjuq turadigan bir xil xotirjamlik, eng qattiq ansizlikdanmi bakrak xatarlik xotirjamlik chiqib turadi. Bu shaharga kelganda eng oldi bilan taraf to'yg'usida xatolashib yurdim.
Balалық çağlarımdan başlap könükken egiz tarafni şimal, past tarafni janub deb his qiladigan odatim bo'yicha dastlab doim xato hukm qilib yurdim. Keyin bu hukm qilish usulining xatoligini sezgan bo'lsammi, lekin tuzatolmadim. Tağ bag'riga joylashgan kichkina bu kentda tağ şimal tarafda bo'lib, janubga mang'an sari yer shakli tövallab bir sasliqqa tutishadi. Sasliqda qo'y beqib, qo'ylarni o'tlashqa qo'yib etib yotganda beshimni şimal tarafga qilib yotsamla, xuddi beshimni yostiq ustiga qo'ygandek badanimning boshqa tarafidan egiz his qilatdim. Tug'ilgan yerimning menda paydo qilgan bu tuyg'usi men uchun mangulik qonuniyatdek. Mening vujudimni mahkam chirmib elib, menda boshqa shaharlardami shu shaharning jug'rofiyalik tuzilishi bilan taraflarni to'g'ri his qilishimga yo'l qo'ymaydi. Bu shahar tor bir jilg'iga joylashgan bo'lib, chunqur bir jarohat iziga o'xshaydi. Bu shaharda suv mening yezamning aksicha janubdan shimolga oqadi. Lekin mening nazarimda hamon suv oqqan taraf janub edi. Suvning janubdan shimolga eqishini aqlimga sig'dira olmaydim. Hozir tuman ichida mendagi taraf tuyg'usi texmi yo'qolgan edi. Qaysi taraf egiz, qaysi taraf tövan, buningga hukm qilg'ili bo'lmaydi. Patqoqlashib ketgan yer oyiqim ostida milishlab ovoz chiqaradi. Bundaq ovoz meni qattiq g'amkinlashtirib qo'yadi. O'zimning nemishqa shu ovozni anglasamla g'amkinlashib ketadiganligimni bilolmaydim. Balkim u qonning chipildab oqqan ovozga o'xshashqa shundaqdir. Men bu notanish shaharda hech kimni tonimayman. Shunga biror kim bilan do'st bo'lishimmi, biror kim bilan dushman bo'lishimmi mumkin emas. Hurmatlik anglarmanlar, Farhod Tursunning Orqa ko'cha nomli romanini bugun mushunchalik o'qiymiz. Davomiga diqqat bergaysizlar. Mikrofon oldida Nuriya Rahman, kirishtirgan muzikani Dilfroz G'ani ishlagan. 2023 yili sentabr janvad uniga elindi.